Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Emma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli kardeşlerimiz, yine bu katimka dersimizge yine hoş kipsler. Bizdeki bu katimka dersimizdeki asası mevzui. Haj kılışniki kaydisi. Yine muşniki üstüde doktorumuz. Mene aldığınki dersimizde haj degen qandaq bir ibadet, ihramni qandaq bağlaymiz, ihramdaki işi vaqtda nemini qısaq boludu, qısaq bolmaydı deganlikni üstüde to'xtagandik. Endi onu ihram bağlap bolgandan keyin miqatniki yüzüde ihramni ichida qiladigan ishni qildik, qilmaydigan ishni qilmadik. Endi shu miqatdan ya Madina tarafdan kelayli yoki Ciddi tarafdan kelayli yoki olmaydi Şark yani Riyad taraftan ayrıpılar bilen mesela mındak kelayli ya Yemen taraftan mındak kelayli ya Mısır taraftan kelayli. Kelgan vaqtdagi o'zida mana bu ihram bağladık. Kelgan vaqt o'zida hamda haj faoliyatini, haj qilishni buni boshlaymiz endi. Haj qilishni boshlagan vaqtdagi o'zida ihramni bağladık. Haj qilish yani o haramning hududining ichiga yani kirdik. Şu miqatdan o'tib, haramning hududiga kelib, shunday haram kirgan vaqtning o'zida bu haramga kirgan vaqt o'zida mayli tavob, mayli umr qilayli, mayli haj qilayli. O odamga nisbatan o haramga kirish mayli kechsi bo'lamdi, kunduz bo'lamdi, mayli attigani bo'lamdi yoki kechdi bo'lamdi. Buningki hech qanday bir farqi yo'q. Ammo shu kirgan vaqtdagi o'zida eng yaxshi ish mana shu agar o'qib qolsak Babu Bani Shayba deydigan bir darvoza var. Yani o haramniki hozirgi atrofidagi masjidniki. Eğer o'qisak biz ash tarafdan kirsak bu nihoyatda yaxshi bo'ladi. Ammo unda kirmasak ham qayerda kirsak kunduz olamdi, kechsi olamdi, o'shan o'zida bu durust bo'laveradi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam men shu Makka kirgan vaqtning o'zida shu Bani Shayba degan aşı darvozadan kirgan bo'lgandan keyin mana bu e'tibor bilan agar bilsak o'shaniki o'zida men aşı kirganimiz nihoyat nima u yaxshi. Endi kirgan vaqtdagi o'zida men kirgan vaqtdagi o'zida mana tovanki duoni agar bilsak buni deganimiz bak obdan. Bo'lmasa demasakmi o demeniki hajniki shartlari emas. Mana kirgan vaqtda nima deydi? Allohumma haza haramuk ve ma'manuk. Qulta ve qawlukal haq ve men dakhalahu kana aminan. Allahumma faharrim lahmi ve dami alan nari ve qini azabaka yawma tubasu ibadaka deb men mushtaqcho nima qilgan gap, kirgan gap. Endi kirgan vaqtdagi o'zida men haramniki ichiga, men Baytulloh tarafga borgan vaqt o'zida bu odamniki kirishi eng yaxshi ishniki o'zi. Mana bu yalang'och kirsakmi bo'laveradi. Agar yalang'och kirishniki o'zi imkon bo'lmasa, masalan, og'riq ekan yoki nima ekan, o'shaning o'zida qanday bir shaklda, masalan, burungi davrniki o'zida mana shu to'giga minib, ashulaq bir kiradigan bir ishvati. Mana bundoq kirsakmi, mana o'shaning o'zida haramniki ichiga mana bo'laveradi. Endi haramniki ichiga kirgan vaqtdagi o'zida men bu adamniki o'zi masjid kirdimdi. Masjidimda hozir atrof shundan bor. Shu vaqt o'zida bismillah va ala millati rasululloh. Alhamdulillahillazi balagani baytakal haram. Allohumma iftahli abwaba rahmatik va magfiratik va adkhilni fiha va aghliq anni ma'asiyak va jannibni amala biha degan mana mushu duoni agar bilsak yoki buniki ma'nosini bilsak, o'shaning o'zida men shu mushu duoni mana qilib kirganimiz bu sal obdancho bo'ladi. Ammo buni bilmaydiganmiz, o'shaning o'zida kiraversak bo'ladi. Asli qoida bo'yicha biz ham haj qilamiz deb umrda bir qator qilingan haj bo'lgandan keyin bu haj qilishdan burun atoyta buni alohida haj faoliyati yodi elib, ya'ni buni rasmiy o'qib, bilib, tushunib qilsak o'shaning 100% men haj bo'lib, u hajniki o'zi haji mabrur bo'ladi. Endi biz hamda haramga kirdik. Haramga kirgandan keyin ichiga kirdik, Baytullohga kelaydik, masjidning ichiga kirib bu duoni qildik. Qandan keyin biz o'shaniki o'zida mana Baytullohni ko'rdik. Ya'ni Baytulloh
Beytullah deydi, yani Allah'ınki üyi degan gap. O Allah'ınki üyi deganlikdan Allah onun ichida turdi deganlik emas. Yani Allah'a mensup bo'lgan uy. Qandaqki yer sharniki o'zida har bir odamniki yoki oilaniki bir uy bo'lgandek, voy mening uyim deganlikniki o'zidan bu odam mensup bo'lgan uy degan gap. Endi bu yerda Alloh taolaning uyi deganlikniki o'zidan o Allah ashning ichida deganlikchi emas. Bu yerda unda deganlik emas. Yani Allah'a mensup bo'lgan uy ki, men Alloh taolo mushu yer shardagi insonlarga men ibodat qilishda u ruxsat qilib, yani aşağıya siz qarab namoz o'qisangiz, men qandaqchi bo'ladi deb Alloh men o'zigacha nima qilgan, uni ruxsat qilgan. Ruxsat qilgan bo'lgandiki bu uy men Allohga mansub bo'lgan, men Allohga ulug' bir uy. Uy bo'lgandikin bir odam shu uyniki o'zini Beytullah, yani Allohning uyi deganlikdan uyning ichida deganlik emas. Yani bu itibarıyla bu Arap tilindeki şekilde hem başka milletinin var. Yani bu izafet, beyt muzaf, Allah muzafın ilahi olandı ki bununki itibarı izafet teşrif deydi. Yani Allah'ın üyü diyenlikten bu yani nimemez, şahsi yani Allah aşağı diyen bizim örf adette mi? Mesela mahkiminin şehri ikense, palan adamın şehri iken de katı adamını deyimiz. Vay palan adam çıkan şehri iken diyenin yüzüden o şehir ya ki o yaniki üzü o adamniki aynen emez. Yani aşu müşerref boğan adamın uluk katta, hürmetli boğan adam mensup boğan bir şehir bu diyen gap buludu hem de. Hem de bu itibarıyla şu an Beytullah deyimiz. Ben Beytullah'a, ben Allah Teala, ben şu Allah'a ibadet kılmakçı olsak, o çağınızda Allah aşağı qarab mene ibadet kılsanlar, mağı kalan, mağı qarab ibadet kılandet muşundak bolisilen dep, men muşunaga nima qilgan, ruxsatchi qilgan. Ammo buningdan boshqa yaniki o'ziga hech qanday vaqtda o'zida qolib yoki uni tabarruk qilib qilish qat'iy durustchi bo'lmaydi. Shuning uchun u o'yniki o'zini Beytullah deymiz endi. Endi shu Beytullahni ko'rgan vaqtda o'zida u odam o'chani o'zida nima qiladi? Mana u Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar deb mustaqcho bu zikr tasbihini bu yani çok okuydu. Mana uçan yüzüde yine okup eğer o adam bilalsan Allahümme entes selam ve minke selam. Hayyina Rabbena bis selam ve adkhilna dares selam. Allahümme zid beyteke haza teşrifen ve muhabbeten ve ta'zimen. Allahümme tekabbel tevbeti ve aqilni asreti. Ve agfirli hatiyeti ya hannanu meyyamannan. Diyen muşu duanı eğer bilsek uçanın üzüde diyenimiz pek yaxşı. Eğer bilmesek biz başka bir duanı kısak buludu. Hem de Kabe'li köyge vakti üzüde ben Allah yüzgün mensup olan bu öy olanı bir hürmetini kırıp uçanızda başka yerdeki de onda bir halette tutsak bulmaydı. O Beytullah'ın o yerde hürmeti var, o yani ki kəskəməz başqa yer oxşamağandı ikən o dünyanın işlərini qılıb oyuncaqdaq ay külüb bunda qısaq olmaydı. Allah da bu öy olğandı ikən qoya Allah'a mensup öy olub bu Allah aşağıdıq bağdıqdaq bir öy olğandı ikən o çağınızda bu yerdə hürmet qilishimiz kerak. Hürmet qilish yüzüdə şu an o yer kirgan vaqti yüzüdə bu adamlarniki üzü mənə yuqorida degandek aşı duanı resmi mənə eğer Arapça bilsək Arapça qilishimiz kerak. Eğer onunki Arapça bilmay ma'nisi bilib qalsaq uçağınızda mənini sorab bunda okuş gelse bu mənisini okup şu itibardan yine başka dua okup bu şu haremdeki hürmeti, haremdeki uluq buluşu, kattı oluşu, men müşerref Allah Taala'nınki muşu üzgü mensup bolgan öyünü muşunda ziyaret kılış, müşerref kılışı deganidek muşunda işlerin özü men oylanıp kalbiga resmi hazır bunu şükür cihetten anik zikr tasbih etip muştaq qilimiz. Men bu naço nima o yaxşı. Men odatda bir adam yoki boshliq yoki olmaydi bir podshohniki bir huzuriga kirib qolgan bo'lsa, qanday holatda bo'ladi? Qanday holatda turdi u odam? Anda o'g'anikan u mahluqotlarniki ichidagi insonlarga nisbatan ashunday bo'lgan yani ko'zidan haramga kirgan vaqtimizda ashunday bir e'tiborchi bo'lish kerak. Bu andikin bu taqvoniki nimasi bo'lgan bo'ladi? Alomat bo'ladi. Shu Alloh taolo va may yu'aldim min sha'irillahi fa innaha min taqval qulub. Kimiki yani Allah'ını bildirdiğin şuarlarını o adam hürmetligen bolsa, yani şuarını katardan haram. Yani şu Beytullah şu. Muşunu hürmetligen bolsa o adamniki kalbiniki resmi kalbide takva ikenligini, takva muttaqilik bir narsa ba ikenligini bildirdi deydi.
Ondan ondan keyin biz muşu adatda mana rasmiy bu Ka'bani ko'rgan vaqt o'zida men mush shaklda, men mushda hurmat shaklda, noiti uni ulug'lash shaklda mayli so'zimiz olsun, qilig'imiz olsun, duo olsun, zikr tasbih olsun, buni qilganimiz bak yaxshi bo'ladi. Endi o odamning o'zi shunlar Ka'bani ko'rdi, o duoni qildi. Qandikin o odamga nisbatan men apoqiy bo'ladi. Ya'ni haramninki doirasiniki Ka'bada o tuma Ka'bani sirtida bo'lgan insonlarniki o'zini arabchada apoqiy deydi. Ya'ni Ka'baning sirtida kelgan odamlar. Mana bu odamga nisbatan o Ka'bani ko'rgan ish bo'lgandan keyin uni birinchi bo'lib qiladigan ishniki o'zi tavob qilish bo'ladi. Tavob qilish bo'lgandan bu odam tavobni, ya'ni bu tavob degan nima? Arabcha gap. Tapa yatopu tavapen. Yani tavab degan yani aylanish degan gap bo'ladi. Mesela Ka'ba bu ish bo'lgandan keyin Ka'baniki atrofini aylangan yüzüneki yüzüne bu Arapça tilda ve İslam dinimizde tavab deymiz. Tavab. Bu tavab İslami bir til. Anda ondan keyin buniki asl lug'at ma'nosi mushu bir narsaki atrofini aylanganligi yüzüne buni tavab deydi. Ama bizdeki İslam dinimizde kitaplardan ve Kur'an hadislardaki yüzü tavab qildi deb kelsa, men mushu Ka'baniki yüzüne tavab qilgan bo'ldi. Bu tavab qilgan yüzü namaz o'qiganga o'xshash. Ya'ni ikki rakat namoz o'qiymiz-ku, shunga o'xshash darajasi shunga o'xshash bo'ladi. Ya'ni bir odam ikki rakat namoz o'qisa, qanday savob bo'lganda tavob qilsa, o odamga shunday savob bo'ladi. Bo'libmi? Atrofda kelgan odamlarga. Endi Ka'baniki atrofida turgan, mushu Makkaniki rayonniki o'zi turgan odamlarga nisbatan mana qanday vaqti kelsa, o'shan o'zida bu odam shu tavob ishni qila oladi. Ammo atrofdagi bo'lgan jirahiyadagi odamlarga nisbatan u odamlar u yerga mana ikki rakat, ya'ni namoz o'qigandan ko'ra eng yaxshi tavob qilgan yaxshi deydi. Chunki namozni boshqa yerda bu qila oladi. Ammo tavob degan boshqa yerda yo'q. Faqat Ka'ba yer sharidan iborat bo'lgan shu Makka rayonidagi Alloh taolo ashaga mana Ismoil alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, Ismoil alayhisalom bu ashada ta'sis qilishga buyurgan shu yerda tepiladi. Boshqa yerda hech qanday u yerda Ka'bachi yo'q. Undan keyin u odamniki o'zi mana shu vaqtdagi o'zida mana qildigan ishi qanday qilib tavob qilish. Tavobniki o'zi tavob mana Hajr Asvad mana Ka'ba bo'lgan bo'lsa, bu Hajr Asvad deymiz, ya'ni Ka'baning o'zi to'rt burchak tam shaklda bo'ladi. Undan onu kirgandiki şu adamning o'zi şu ya'ni Hajr Asvad deydigan bir burchak var, ya'ni tamninki, ya'ni Ka'baninki. Shu yerdan tavobni shu yerda boshlaymiz. Kaskanmas yerdan boshlamaymiz. Shu uchun o'zi tavob qilgandan keyin shu Ka'baninki mush Hajr Asvad, ya'ni rukni Iroqiy, ya'ni rukni Yamaniymi deydi. Men mushu Hajr Asvaddagi o'zida men mushu yerdan boshlaydi. Bismillahirrohmanirrohim akbar deb boshlab, onidagi bu sol qo'l tarafdan ma'lum ya'ni Ka'baniki o'zi qo'li sol bo'ladi, va o'ng tarafi madar. Ya'ni mush shaklda mandaq emas, mush shaklda aylanadi. Mush shaklda aylanib, bu odam bu yerdan yani Hajr Asvad boshlab Hajr Asvad imi keldi, bir tavob bo'ldi. Uningdagi yana bir tavob 7 qatan tavob qilganning o'zini bir tavob deymiz. Ya'ni namoz degan bo'lsa, namoz ya 2 rakat bo'ladi, ya 4 rakatlik bo'ladi. Anda ondaki tavabның o'zi shar'iy ma'noda. Mayli lug'at ma'nosida bir aylanish, bir qata aylansa aylanadi, 3 qata aylansa bu aylanadi bo'ladi. Ammo bizniki islom dinimizda tavob degan gapning o'zi 7 qata mushunda aylanganlikni o'zini biz buni nima deymiz? Uni tavob deymiz. 2 qata, 3 qata qilib qolsa u tavob bo'lmaydi. Ya'ni 2 qata, 3 qata yoki 5 qata qilib qolgan bo'lsa, 2 qata yo 1 qata qilmagan bo'lsa, o'chaning o'zida bu odam 4 rakat namozni 3 rakat o'qidi. Ya 2 rakat namozni 1 rakat o'qib namozni tugatdi deganda bo'lib qoladi. Ya'ni namoz bo'lmaydi, tavob bo'lmaydi degan gap ashta qilib qolgan bo'lsa, mana o odam shu Hajr Aswaddan boshlagandan keyin bu odamning o'zi shu Hajr Aswadga shundoq shaklga kelib, yana o'tirgan. Bu odam oldini qiblaga, ya'ni Ka'baga qaratadi. Shu chani o'zida yana takbir etadi. Allohu akbar, Allohu akbar. La ilahe illallah vallahu ekber degan meni mushu zikr tasbihini o'qib ondik takbir etdi. Shunga bu odam shu yerda o'zidagi ikki qo'lini ko'tardi. Mana o'zining ikki qo'lini ko'tarib Allohu akbar deb namoz o'xshash namoz o'qigan qo'limizni ko'taramiz. Allohu akbar,
deb ya bir kolumuzu ya iki kolumuzni shundoq nima qilamiz ko'taramiz. Boshlash tarbiy shu. Endi o odam endi Hajar Aswadga keldi, boshlash tavofni. Agar o odamga shu Hajar Aswadni suyish imkon bo'lsa, imkon bo'pti, hech qanday bir odamga ozor vermaydigan, shundoq bir rohat bir ekan. Uçanıki o'zida bu odam bahramon ishtishib, undoq nima emas. U yerda vaqirishib bu nima emas. O Hajar Aswadni suyishniki o'zi bu tavofniki ya hajniki muhim rukunlarning qatoridan emas. Ondan ekan, agar bir odamga ozor berishniki o'zi islom dinimizda, ya'ni ozor yani xafa qilish, uni bir yerini og'irtishniki o'zi bu qat'iy dursanmaydi. Endi buni qilaman deb bu Hajar Aswadni so'yman deb u yerda bir-birimizni ishtirishib, vaqirishib, joqirishib undoq qilish bu qat'iy durs emas. Agar shu odamga shu so'ydigan vaqtda o'zida kavr bir ekan, o'chan o'zida mana tavofni shu Hajar Aswadni suyib, undan keyin boshlab qiluvchi qiladi. Agar shuni imkon bo'lsa. Yoki bo'lmaydi, suyish imkoni bo'lmasa, qo'lida olib bir silab, qo'li yetadi ekan yoki odam jiqaroq ekan, ammo ozor olmaydi ekan. Unda mudaq qo'limiz yetadi ekan, o'chani silab tavofniki o'zini mushtaq boshlasak, meni bo'ladi. Yoki silashga imkoni yo'q odam baxchiq. O'chan o'zida u odam shu Hajar Aswadni o'ttirib kelib, yana qibla taraf qarab turib, yana ishorat qilib qo'lida bismillah, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar deb mana u odam ash suyishga yoki silashga kuch yetmasa, men mush ishni qilishga bo'ladi. Endi bu odam yani tavob degandan, ya'ni bu ishniki o'zini 7 qator qiladi. 7 qator qilgan bir tavob tugaydi. Mana bu tavofniki ismini tavofi qudum deymiz. Ya'ni tavofi qudum degan yangidan qadam besib kelgan odamlarning qilgan tavofi degan çok gap bo'ladi. Unda o'niki bu tavofning o'zi tavofi qudum bo'ladi. Endi bu odam agar umr qilib qolgan bo'lsa, bu umrninki bir rukni shu tavof bilan tugaydi. Undan keyin sa'i qiladi, beshini tushirdi, umrninki faoliyati shunga bilan tugaydi. Ammo bu odam haj qilgan bo'lgandan keyin, haj qilgandan keyin texa endi men mushu tavofi qudum bilan hajniki bu faoliyati rasmiy boshlagan bo'ladi. Mana shu ihrom bog'lab qilgandan keyin buni tavof qudum deymiz. Endi bu tavof qudumniki o'zi islom dinimizga bo'lgan hukmi nima? Bu islom dinimizda bu tavof qudumniki hukmi atrofda kelganlarga, ya'ni Makka rayonlarida emas, yaramning atrofida emas, sirtga kelganlarga nisbatan bizniki Hanifiy mazhabda buni biz sunnat deymiz. Biz sunnat. Ammo haramniki ichidagi, haramniki doirsa yoki Makka rayonidagi o'zida turgan odamlar qolgan bo'lsa, men bu tavofni qilish ketmaydi shu vaqtning o'zida. Bunu ketmaydi. O odamlar qanday qiladi? O odam shu Makkada turdigan, haramda turdigan odamlar qolgan bo'lsa, shu tug'an yeridanla o odam ihrom bog'lab, yani 8-kuni mana Minoga chiqib, haj faoliyat boshlab ketadi. Endi bu tavofniki sunnat bo'lishi haramda tug'magan, yangidan kelgan odamlarga, hojilarga nisbatan, hoji umroqchi kishilarga nisbatan bu bir nima bo'ladi, sunnatchi bo'ladi. Endi bu yerda hajniki o'zini, bu tavofniki o'zini bu Hajar Aswaddan boshlab, Hajar Aswaddan tugatgan bo'ldi. Tugatgandan keyin bu haramniki atrofida shunda sol qarab tarafgandan keyin sol qarabning sharq tarafida mana Ka'baninki darvozasi bor. Mana darvoza bo'lgandan keyin shu yerda shundan o'tgandan keyin yana bir tamba yerim, ya'ni 2 metr, 1 metr, 1,5 metr kelgan bu tam Hijr İsmail deymiz. Mana shu yerdan aylanib bu odamniki mushtaq tavof qildi. Tavof qilib, endi bu tavofniki o'zi yana qilish shaklda bundaq oylani berish emas. Ya'ni o'chaniki o'zida bu odam ihrom bog'ladi. Ihrom bog'lagan vaqtning o'zida mana ridosiniki o'zini bu odam rasmiy yalaqi izdiba shaklidagi mana bu o'ng qo'l tarafdan bundaq o'ng qo'lni o odamniki o'zi yalang'och qo'yib, qo'ltig'ini tanib chiqarib, so'l qo'ldan mana bundaq ridoni, ya'ni yüzdeki 5'i üstü tarafida kelgan bu yani çoğun lattaniki üzün aşındaq qilib çok qiladi. Uçan o'zida bu adam rida yani yüzün üstü kelgan nemening o'zi mundaq yo'yib verish u duruşu emas. Yani degandek ubdan bu ne bo'lmaydi, u meni bo'lmaydi. Şuna bu tavofniki o'zini men mush shaklda qilishim kerak. Endi tavof ifodat men yana dabi deydi.
Men bu aşında kılışımızki sebebi şu. Yani bu yerde bizim kitaplarda mesela Hacir Esved'i sorgan vaktinizde duanı kılış. Onun dekin şu aylanıp mesela Hicr İsmail dekin rukunu Yamani'den ütüp Hacir Esved kelgan arlık var. O yer kelgan duanı kılış. Yani işkiz katım duanı kılış deydiğen muşunda bir dualı var. Eğer onu bilip kalsak, onu uqsak, o canımızda şunu okup kalganımız yaxşı. Ama bilmesek, özümüz xalgan boyunca duanı kılsak, bu naitinin buluduğun yaxşı bulu demdi. Hem de bu, şunun olan, mene, 7 kata tavap kılıdı, hatimniki akıda dedik. Ma hatim deyimiz, mani Hicr İsmail de. Bu adam mayada Kabe'ninki ağırlık olan madak ağırlıkta bir nemi var. Bu tüşük var mı? Tüşük. Bu yani Hicr İsmail bu bununki yüzüne nemi deyimiz hem deyim. Hatim sundurulgan tam diyen gep. Sundurulgan tamın içinde bu adam tavap kılıçta ma ağırlıkta kısıp olmaydı. Ma tamın yüzü. Çünkü ma tamınki yüzü Kabe'ninki tamınki birisi, bir parçası. Onda olanıken bu uçan yüzde bu adam tavap kalan, hem tavap kalan olmayıp bir parçası kalan kalıyordu, ayak hep kalıyordu. Şunun için tavap kalan manın işçilik kılmay, manın sırtıdan kılış gerek. Mene bulukmu, eğer bazı vaktin yüzde yani itibadı da buluk 5 vakit yani namaz okuğa vaktin yüzde bu mundak çok kılış gerek. Hem de bu adam şu 7 kata tavap kalan deyken, mene avval 3'te. Mene bu adam Hacir Esved'den başlagan deyken, mayak 1 oldu, 2 oldu. Şu oğa vaktimizde, bu 3 kata tavapninki üzüde bu adam remli kalıdı o deydi. Remli kalıdı o degen, yani o adam askeri şekilde göp mındak bir dessep, mındak bir kılınğa gep, eğer o yerde cay olsa, makam olsa, açta kılımız. Hazır hem de adamdan ayıcık, onda mağalım çok bombaydı. Amal ba, ben muştak kılış bir sünnet, bu sünnet. Ama onda kılamızsak mı çok boludu. Anladı ki bu adam kağan 4 tane ayının içindeki üzüde öz haleti boyunca mağası çok boludu. Meni pıştak zikir ve Kur'an okumdu, dua kılamdı, zikir tesbih okumdu. Yak olmaydı. Muayyen bazı kitaplarda ma'an okuyumuz deydi. Hem de diğerinin üzüde Peygamber sallallahu belki ya rivayet kılıngandı, ya ki rivayet kılınmagandı, ya ki sahabildin, ya ki tabiin, ya ki seleflerinki birerisi bir aşıda rivayet kılıngan resmi neyim boğan bolsa, ama şu duanın üzü Kur'an hedisiki uygun boğan bolsa, o duanı okurunuz nayet yaxşı. Ama biz bunu resmi kılış mecbur emez. Ama hedisi bu kalgan bolsa, hediste Peygamber sallallahu aleyhi Hacir Esved kirişindeki alıda rukun yamani. Bu cahil mi yakı vaktin üzüde. Mena Peygamber sallallahu Rabbana atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabannar diyen gapni okuydu diyen bir hedisi var mezmun. Eğer biz şunu bilsek, aşını okusak bu nayeti bir obdan bir şekilde buludu. Hem de eğer bu adam 7 kata tavap kandaki şu tavap kılışındaki ceryanında bu adam her kata Hacir Esved'le ötken vaktinizde eğer söyüş imkanı olsa söydü, ya sılaş imkanı olsa sıladı. Eğer o imkan olmasa konu işaret kılıp jirakten, ya ki olmaydı asırda bana işaret kılıp Bismillahirrahmanirrahim ekber deyip her kata mağa vaktinizde müştak kısçı buluyordu. Şunu olan bu adam 7 kata tavap kandaki yani 7. kattan bu Hacir Esved'le tügeydi. Müşahit tügeydi, müşahit başlayımız, müşahit tügeydi. Tügendeki bu adam yani makam İbrahim'de işkarakat, yani bu tavapның namazı var. İşkarakat sünnet. Yani bu adam bu işkarakat namazını makam İbrahim deyimiz. Makam İbrahim degen şu Hacir Esved'ninki şu aylanğan vaqtimizde Kabe'ninki darvozasi var. Darvozning dal sharq tarafda makam İbrahim deb egizerek serip ya tümüyde qaplab qo'ygan tegida bir taş var. Bunu makam İbrahim deyimiz. İbrahim Aleyhisselam'daki tuğanca. Yani İbrahim Aleyhisselam muşu Kabe'nin yasığa vaktimizde aşağı dessep durup, aşağı daqqıgan, dessep durup, aşağı oğlunu sağan bir taşken. Şu vaktimizde İbrahim Aleyhisselam'daki aşağı kadimi şu taşkı petip ketkenke bu yani İbrahim Aleyhisselam'daki makam İbrahim dep atıldı. Yani şu yerde eğer imkan bolsa, adam az olsa, bu yerde işkarakat namaz okuşundaki üze bu nime o durus yani sünnet. Ya uyada makam İbrahim aqsa adam bakacak. Uyad qagıl bolmaydı. Ya olmaydı o qagıl bolmasa haramniki qayada olsun biz imkan bolgan yer asasda haqqı bir azar vermesin, yolu tusu almasın. Mana xahning mengiştirish, ibadat qilish, tavaf qilish, ishqa to'sal qilmaydigan bir shaklda
haramniki boshqa yerda o'qisaqmi, men bo'layverdi. Endi bo'layvergandan bu odam endi shunga 2 rakat namoz o'qib bo'ldimi? 2 rakat namoz o'qib bo'lgan agar imkon bo'lsa bu odam yana Hajr Aswadni yana so'ydigan gap. Agar u Hajr Aswadni so'yish imkon bo'lmasa, u odam qilmayla utdilar mana. Shu yili Hajr Aswadning tam qarshisida hozir siziq hammani ishoratli qilib xat yozib hamimiz qilib qo'yiqlib. Endi shu chaqning ko'zida bu odam men Safa Marvaga chiqadi. Mana shu haramdan Hajr Aswadni o'ttir chiqqan vaqtida bu Safa degan bir tosh. Hozir ham yo'g'on bir binoni ichida qoldi. Shu binoni ichida bu shu toshniki shakli hozir band, to'piga hech qanday bir narsa qilmoqlik. Endi shu tosh esa bu tosh egiz bir yandi. Egiz bir yer bo'lib, ya'ni egiz bir tog' bo'lib, uniki ismi Safa deb atalgan. Hozirgi nimada hammani yepib, ashtaqandagi bir tog'ni ko'rilmagan bo'lib qoldi, ammo shu tog'niki o'ziniki shu shaklda qilib qolsin deb shu hech qanday qilmay tog'niki aynan bor. Mana bu odam shu tog'ni tugatgandan keyin say qilaman deb mana Safa bilan Marvaniki orlig'ini mana mang'allikning o'zini bizningki dinimiz say qildi deydi. Say degan arabcha gapning o'zida ishtik mangdi degan gap. Endi bu yerda say qilish uchun mana Safa Marvaga chiqdi. Safa Marva mana haramda mishlab chiqqandan keyin Safa Marva mushaga keldi. Mana shu sal egiz endi bu tog'niki o'zi bo'lgandan keyin bu yer o'rlab bu odam endi haramning o'zida pastarab egizga o'rlagandan keyin bu odamniki o'zi mana shu chog'ning o'zida qiblaga oldini qilib takbir etib, o'zining ish qo'lini ko'tarib, mana tahlil va zikr tasbih hamma etib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga duo durt yo'llab, o'zining hojatini mana Ka'baga qalab turib, o'zining hojatini cho'z tilaydi. O'zining hojati qanday hojati bor? Mana shu chunki u ya'niki o'zida duo ijobat bo'lgan bir cho'y yer. Duo ijobat bo'lganligi chunki mana shu bizniki bu Hajar onamizniki o'zi mana Safa bilan Marvaniki orliqqa mana bolasi Ismoil alayhisalom suv talab qilib ayta yig'ilgan vaqt o'zida ataqdan mataqqa shuna mang'an. Shu chog'imizda shu bu Hajar onamizning duosi bu yer ijobat bo'lgan. Mana shu e'tibordan o'zimizda qanday bir ehtiyoj bo'lgan bo'lsa, muhim deb qaragan bo'lsak, mana shuga asosan bu ehtiyojga asosan duoni shadi cho'q qilamiz. Duoni qilib, bushta qilib bo'lgandan keyin uçağınızda yine Safa Marvaning arı sa'i qilgan yoki boshqa ishni qilgan odam to'saqlik qilsak bo'lmaydi. Ya bir tarafda yoki haq mangmaydigan bir tarafga qarab bir duo cho'q qilishimiz kerak. Bu duoning o'zi bu yer jazman ijobat. Ham duoning o'zi jazman ijobat deganimiz shu duo ijobat bo'lgan bir men shartlar bor. Shu shartni qilsak duo ijobat bo'ladi. Endi duo ijobat bo'lib rasmiy u maqbul bo'ladi. Endi duoni qilib bo'ldi, undan keyin anidan keyin biz endi Safadan Marva tarafga qarab meni mangimiz. Marva taraf qarab mang'andan keyin Marva taraf mang'as pas, Safasa egiz. Mana pas bo'lib, undan keyin yana Marvada bir tog' bor. Shu tog' taraf men egiz bo'ladi. Mana shu Safada tushgan vaqt o'zida, ozroq mang'an vaqt o'zida Milalan Ahzaran yeşil bir chiroq bor. Hozir yeşil chiroq berkitiklik. Mana yeşil chiroqning boshlanishi va yana bir yeşil chiroqning tugishi. Mana mushu vaqtdagi o'zida bu odam nayt ishtik mang'udi. Milayn Ahzaran deydi, nayt ishtigarak mang'udi. Bu uniki berishning oldida ya u tugab ketgan normal mang'isi bo'ladi. Ammo bu yerda ayakishda ayollar emas, nayt ishtik mang'digan joy. Mushu yana bir taraf Milayn Ahzaran yeşil chiroqniki, yana birisi yeşil ishoratning yana bir tugab ketgan qadar nayt ishtik mang'udi. Uni mang'adagi bu odam meni Marvaga qarab chiqdi. Marvaga chiqqandan keyin bu odam Safaninki tag'iniki ustida. Qandaq qan bo'lsa bu odam Marva tag'ida shunday qildiki, u odam meni shu yerga berib, yana shu Ka'baga oldini qilib turib, Alloh hamd etdi, zikr tasbih etdi, hamd etdi, payg'ambar durt yo'llaydi, o'ziga muhim bo'lgan duoniki o'zini bu odam u yerda qiladi. Bu yerda u yerda sadiq emas. Bu yerda say qilib tik yugurib berib, yugurib mundaqchu emas. Bu hammasi mana bir ishni aslatadi, u yer muhim bo'lgan bir ishlar bor. Shu ishlarning qatoridan uni aslab turib, shu vaqtda zikr tasbih etib, duo qilsak, duoimiz rasmiy ijobati buning uchun yo'l qo'yilgan meni bo'lib faoliyatlar bu. Undan keyin Marvaniki o'zida mana shu duoni qilamiz. Bu anidan keyin bir shout deb ataydi bu shu
Safa bilan Marvaniki oraliqqa kelgan bir mingishniki o'zini bir shavt arabcha tilda, ya'ni bir qatim degan gap. Bu yerda bir bo'ladi. Bunidagi yana bir qancha Safaga kelamiz 2 bo'ladi. Safadan bu yerga 3, bu yerda 4, bu yerdan 5, bu yerdan 6, bu yerda 7 yana 7 eng oxirida Marvada 7-qatim Marvada tugaydi. Marvada tugaydi. Shuning bilan bu sayniki o'zi Safa bilan Marvaniki oralig'ida qilingan mana bu saydin iborat bo'lgan bu ibodat bu yerda tugagan bo'ladi. Ya'ni say qilish kerak desa, men mush shaklda bo'ladi. Endi bu odamniki o'zi endi bu say qilib bo'ldi. Mana bu tavob qilib bo'ldi, say qilib bo'ldi, say qilib bo'lgandan keyin u odam mana haj tamattu, haj qirammo yoki u keyin so'zildi. U odam endi haj qiram bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida yana 8-kuniga hajniki u yerda saqlab turgan gap. Haj tamattu qilgan bo'lsa, undan ihromdan chiqib, undan keyin 8-kunga saqlab turib, 8-kunga ihrom bog'lab, undan keyin Minoga chiqadigan gap. Undan bu odam endi say qilib bo'ldi. Endi say qilib bo'lgandan keyin u odamniki masalan shu haj qilgan faoliyatiga ya bir qancha kun, ya 5-10 kun, ya 1-2 oy, ya 1 oy bor. Bu vaqtda şu aralıqda bu adam qanday qiladi desa, Makkaniki o'zida bu adam turib, endi shu tavob qilaman, haj qilaman deb kelgandan keyin bu adam o'zi xohlagan qadar u yer tavobchi qiladi. Bu tavobniki o'zi u odamga nisbatan nafla, ya'ni sunnat namozdek bir nafl namozniki o'rnida mana bo'ladi. Davomli bu odamga nisbatan apaki bo'lsa, namoz o'qigandan u yer tavob qilgan yaxshi. Tavob qilgan yaxshi bo'lgandan keyin davomli tavobni jiqqa berish kerak. Dikkat ediş gerek. Başka yer tavap tepilmaydı. Hem de bu adam işte tuğdu, tavap kıldı, kandıyken onu 8. günü geldi. Yani Zilhicce'ninki. 8. günü geldiği vaktiki üzere bu adam et diyende Mina teğiği çıkıyordu. Ya Ömer'den geldi, ya ayrım değil, ya cemaatle gelgen olsa, ya ki o adamdaki üzü şu yerde oturup haj kılmakçı olan olsa, şu yerdeki üzü de bu adam ihram bağlap, anındayken şu Mina teğiği Zilhicce'ninki 8. günü çıkıyordu. Çıkıp bu adam Zilhicce'ninki 8. günü Minaga çıkkandan keyin u yerda bir kecha yotadi. Bir kecha yetib u yerda ersandagi Bamdod namozi o'qiblar. Arpat kuniki o'zi 9 kuni Zilhicce'ninki Arpat kuni bo'lgan bo'ladi. Mana Arpat kuni Bamdodni o'qib shu Minaniki o'zida. Endi u odam unda qilmasmi shu 8 kuni Minaga chiqishniki o'zi bir sunnat. Agar u odam u yerga chiqmay, endi 9 kuni men uttular shu haramdan yoki boshqa yerdan uttular men Arpatga ketaman desa, u bo'ladi. Ammo Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilgan hajniki meni adab, ya'ni shakli, men qoidasi mening uchun mushandi. Endi u odam shu Arpatda endi Minoda Bamdod namoz o'qigandan keyin Arpat tarafga qarab mangudamni o'qib bo'lgandan keyin bismillohu akbar deb takbir etib davomli Allohu akbar la ilaha illa ayal qarab yalaqi uni ham o'qiydi. Masalan takbir ihrom bog'lagan vaqtiki o'zida mana u Lebbeyk Allahumma lebbeykin o'qiydi, onu va zikr tasbih o'qiydi. Har qanday bir ish bo'lsa, yangidan ashtaq egiz chiqish, pastga chiqish yoki namoz o'qib bo'lish yoki bir ishlar bo'lgan, davomli buni o'qiydi. Uni boshqa zikr tasbihni davomli o'qiydigan gap. Mana bu hajniki faoliyati asosan Allohni aslash, Allohni zikr qilishdan iborat bu ish uchun shuning uchun yo'l qo'yilgan mana bu ishlar bu. Endi Arpatda keldi bu odam 9-kunlik o'zida. 9 günü özüde Arpat kelgandan keyin u adam Arpatda 8 günü peshinni o'qiydi, asr namozlarni, xutbani, Bamdodni. Mana 5 vaqt namozni aşağıda o'qib, andan keyin 9 günü Arpatga qarab men mangdi. Arpatga qarab manggandan keyin u chaniki o'zida mana Arpat keldi yoki tush vaqti deydi. Kelgan vaqt o'zida u adam Arpatga kelgandan keyin bu adam u yerda ya yeni qaytadan agar tarat oladi yo g'usl qiladi. Endi bu 9 kunliki şundak uluq buluşu, bu gün çıqqanı tatip, tush bo'lish artıq emas. Tush bo'lgandan keyin, peshindan keyin, mana kun o'lto'g'ishib bo'lgan orliq men eng uluq vaqt. Arpatni arpat qilib, katta uluqqan vaqt ash vaqt. Ana o'lekin shu adam shu peshin vaqtigachilik, agar imkon bo'lsa g'usl qilgan yaxshi. Çünkü adam pek issiq bo'lganligini hammamiz bilamiz. Burab ketish deymiz, bu yoki tarat elib rasmiy shu vaqtni tayyorlik qilib turdi. Men tayyorlik qilgandan keyin mana u odamniki o'zi agar jamoat bilan bo'lgan bo'lsa, u odam imom bilan peshinni, asrni o'qiydi.
cemaatten bile. Cemaatten bile okandıkken bir azan okuyumuz. Peşin bilen esirge bir azan bunu okuyumuz. İkisi bir vakitte cüplap okuydu. Yani peşin vaktin üzerinde. Yani bundan çok kılıdı. Hem de eğer bu adam yalğız okup kalsa cemaatten emez. Öz ayrım okup kalgan olsa, o çağınızda peşin vaktida, esir vaktida okuşu gerek. Biz müştak çok karayımız yani mezhepini kendimize de. Hem de o adam hem de peşindeki geldi peşini okup olduğu İmam Ahun'un bilen peşini esirini, onundaki resmi turuş yani Arpat gündü turuş diye vakit resmi başlandı. Başlanan vaktin yüzünden bu adam yüzündeki devamlılık aşkın olduğun kadar bu adamın özü şu vakti özüden ben Allah kolunu götürüp bütün kolunu götürdüğün gap Allah zikir kılıp tesbih edip Peygamber sallam durut yollap ben yüzdeki bütün hacetleri yüzdeki şahsi ailevi ben ata-anası milleti, halkı, bütün dünya Müslümanları, bu dünya o dünyadaki boğan bütün nemeli keşken bolsa, nemedin korkuş, nemedin pena talep olsa şu duanı aş vakti çok kılıdı. Yani bu vakteki üzü acayip bir uluk vakit. Şu günün özü de Allah Teala piriştege hey pirişte köydüğünüme insanlarını benim bendirim kandak aleti turuvadı do karab bekanlar dep Allah Teala piriştege biz insanlarını şu erbattaki pişin yenip gün oltuş boğan ağırlıktaki aletini piriştege dep biz için pahir kılıdı. Onda o anı gibi naat uluk bir vakit. Ben bu şu uluk vaktin özü de her kımıga adamlarga nispetten mi başka bağımıga adam nispeten yani o günün özü de bana rozu tutuş, zikir, tesbih, duandak müştak kırış benim mezmunda Peygamber sallallahu nemesi var, yetisi var. En katlı gün, en uluk gün diyen mezmunda nemi var, yetisi var. Benim bu uluk oluştaki üzeri beni şu günde buludu. Benim erpat turuştaki üzeri, erpatta peşin diyenip gün oltuğuş boğan ağırlığındaki üzeri beni hecdeki esli şu. Hecdin esli şu. Hecdeki asas rukun. Benim bir adam şu erpatı turamıgan bolsa, ülgüramıgan bolsa o adam hec emez. Kalan hemmesi ülgürüptü. Ya o adam ihram bağlaptı, mesela Kabe tavap kıptı, sahi kıptı. Onundaki 9. günü kandak oldu bu adam. Bu adam erpat çıkamaptı. Çıkamayıp 13 günüydü kip kıptı. Kalan faaliyetini hemmesi kıptı. Şeytan taşıyıcısı, minadı turuş diyen. Bu adam şu işte kalan hemmesi kısmı hec olmaydı. Yani halk itibarıyla o Hacı Ahun'un boğamadan Allah'ın dergahideki o edebdeki gerdeki düşken o pers ve pers ada tapmaydı. Pers ada olmaydı Allah'ın dergahiden. Yani ben her kıldım o tügüdüm o dep bağını Allah'ın gerdeki pers olan derse bu ada olmagandiken o dünyada sen hecdin ibaret olan mühim rükün birisi kılmapsan dep uçanın üzerinde bu sorucu uyada tatılıdı. Yani şuna bu hecdeki üzeri ben asas nemesi bu neme o mene erpat boğan buldum. Hem de şu erpatı turuşundaki asli vakti bu gün karılgandın yani peşinden vaktin başlap şu gündeki keş şu gün hem de gün oltuğandaki Muzdalife'ye barımız Muzdalife'ye berip ayada yatımız yetip tan atkışılık. Yani erpatın vakti şu 9. gün peşinden vaktin tatip şu yılki et bayram oldu gen günniki aş tan etip ketkişlik boğan arlık men erpatın vakti oldu. Men erpatın vakti olup bir adam men jirahtın ya uya bir kip kalgan bolsa uçanın üzerinde bu adam şu 13 günü tan atkan kadar bu adam berip la aş erpatka ülgürü vagan bolsa uçanın üzerinde ya 1 saat ya ki 15 minut aşağıda turup ibadet kılıp şunu zikir tesbih etip kovagan bolsa uçanın üzerinde bu adamniki hec oldu. Yani bu oldu. Yani bu yerde az bamdatkıçılık degenimizin meselesi jirahtı yet kelamıga adam nispeten işte olduğun gibi. Şimdi bir adam şu hecdeki üzüde şu peşinde yenip azı tan atkan kadar turuştun ibaret olan men bu adamın üzü turamıgan bolsa uçanın üzü kılamaptı. Uçanın üzü hecdeki iş tügüdü. Hec kılamadı oldu. Hec kılamagan emdi ben hecde kılamadı ben emdi kandak kılaman demeydi. Demek kalan ibadet, kalan tavap kılış, seyir kılış, ihramda çıkış diğer işler kalıdı. Yani şunu da bu adam şu hecdeki üzüne kelercil ya kelerke yani vicil olmasa yeni bir katem bunu kazası kılış gerek.
Çünkü o hacdagi asas rukuni bo'lgan men Arafat turuş. Yani kun peshindan yenib shu kunniki ersi yiliq 13 kunniki tong atqishlik bo'lgan arliqda bu odam u yerda turamadi. Turamagandan bu odamniki o'zi haj olmadi. Unda onu bu hajdagi qaytadan qilish shu kerak. Endi bu odam endi shu 8-kuni mana imana chiqdi, 9-kuni u yerda tug'di. 9-kuni u yerda tug'gandan keyin namozsham bilan shundoq namozsham o'ziga kun o'ltudi. Kun o'ltirish amanamlab bu odam shu imom bilan. Bu yerda imom bilan deyishimizning o'zi. Chunki haj faoliyatini bu o'rtaq jamoat bilan qiladigan bir ibodat. Bir odam shaxsiy yakkanlik qilishga bo'lmaydi. Asli qoida bu. Hozir odam chiqib ketdi. Odam chiqib ketsa-mi, shu asli shu vaqtning o'zida Payg'ambar alayhisolam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir Raziyallahu Teala'nın haj kılışka evetken ve onundaki ikiz Xulafâ Raşid'deki devrinin üzerinden mene haj kılış faaliyetindeki yüz bir vasıta başlık olupçuk kılıttı. Başlık kılıttı. Bula başlık olup hajlık faaliyeti müştak yüz bir vasıta çok başlık olup mene müştak çok kılıttı. Hem de keki devrinin üzerinden yani o padişahlar ya ki Mesulullah'ın üzeri yiğit bulama, bir bulamağındaki onluğa başka bir adamını belki tuttu. Mesela hazır yani başka adamını belki tep onun kuludu. Hazır bunda bir derece yok. Hem adam yüzünün kulu kandak olmuşta olup gitti. Lakin bu adamdan de eğer yanğa vakti yüzde ben İmam Akılım hazır hem menası tertip ketken diken ya da bana bu bir nas atıdığan ya ki bir nas deydiğan hem adam şurada qarab durduğun bir vakit. Anda o andan en alıda İmam Akılım mağudu zaten biz köyümüzsek mi? İmam boğa adam başka boğa adam şahidi mağudu. Mağandaki qağırımız andan şu qarabla Muzdalifa qarabçı nima qilamiz? Yani mağımız. Muzdalifa degan Arafatla Mina'nın ağırlığındaki bir etrafı tavuğun bir nima o? Bir meydan endi. Meydan. Endi bu yerda Muzdalifa kelimesi gün o'ltirish manam, gün o'ltirishda burun kelvasak bo'lmaydi. Gün o'ltirish bilgan burun ayari chiqib ketsak bo'lmaydi. Gün o'ltirgandan keyin tаңатqi chiqsaqchi bo'ladi. Endi gün o'tirgandan keyin ya azroq o'tirib ketgandan keyin mansahmi bo'ladi. Ammo gün o'ltirishda burun chiqib ketishga bo'lmaydi. Uchala cho'ng bir xatolik o'tkazgan bo'lamiz. Endi bu odamning o'zi arpa Muzdalifa keldi. Muzdalifa degan asli yaliq jo'g'ulingan joy degan gap. Arafat degan to'nishdigan joy degan gap. Endi bu yerda nima uchun Arafat deydi, nima uchun Muzdalifa deydi deganda o'limalarimiz rivoyatga asosan har xil rivoyatni qiladi. Chunki İbrahim Adem Aleyhisselam'la Hava annemizdeki ikisi tonuşka vaxtınızda yer şarkı düşka vaxtınızda birisi uyaga birisi bir yer düşka deken aşağıda tonuştukken degan bir rivayetler var. Bu bir rivayet. Bu yerda Muzdalifa degan toplashgan joy degan gap. Endi bu yerda Muzdalifa keladi, Muzdalifa yani hamma yerda ishorat qilib ketdi, to'rtta atrofida taxtani isib hozir maya Muzdalifaning hududi chegirisi, maya Arafatning Minaning chegirisi deb hammasi bo'lib ketdi, osalishib ketdi. Bu odam shu Muzdalifa maga vaqtida bu adamdaki özü ay Muzdalifa'nınki keliş ya ki yollarda ya Muzdalifa'ya kelgen aş yataman dep tuğa vakti yüzüde aşağıda taş alı dendi. Taş ağa vakti yüzüde bu adam aşağıda 70 tane taş alıyordu. 70 tane taş ağa vakti yüzüde çoğun taşım emez. O taşdaki çoğunluğu belki olsun nokot ya ki maşk okşaş ya urukçu okşaş benim muşunda taşını alıyordu. Onu da çoğun taşı edişki bulmaydı. Hem onu da küçük edişki hem bulmaydı. Çünkü o yoğan asak bulmaydı. Muşunda taşını 70 tane taş alırdıgan gap. 70 taneki üzeri birinci gün 7 tane, ikinci günü 21 tane, üçüncü günü yeni 21 tane, yeni üçüncü günü 21 tane olup umumisi hemmisi 70 tane olurdu 4 günlük üzeri. Bu taşını alırdıgan gap. Alırdıgan gap. Eğer taş alımız desek ya da evvel işimiz gerek. Eğer alamazsak uçağımızı Mina'nın üzgü berip Mina'nın etrafında tağdın uya bir yerden uya tersek mi buludun? Lakin en yaxşısı benim Mina şu Muzdalifa'da şehirden ne bu kadar gerek? Mina şehirden terveş gerek. Şimdi namazşan bu kalite namazşanı biz nemede Arafat okumayız. Oy gün oturup gitti, oy ne bu gitti de. Uyarda namazşan okumayın. Şu Muzdalifa menip şu Muzdalifa kelgendeki namazşan bilen xuttanlık üzerine mene bir azdan bir tekbirden okuymiz. Hem de mana bu nemede mana Arafatniki kunida peshin bilan asrniki o'zida bir azan ikki takbirdan o'qiydik. Ma'noda bir azan bir takbir bilan nima qilamiz? U yerda mana shu o'qiymiz endi. Undan o'g'andan keyin bunuga nima qilish kerak? Diqqatli qilish kerak. Bu
cemaat bilen boğan vakit gap. Bu adam hem de şu Mina, şu Muzdalipe'ninki yüzü keldi mi? Kelgendikin namaz şamida kuptan okudu bir azan bir takbir bilen. Bu yerde sünnet namaz okumayız. Bu perez yok. Bu yerde sünnet namazı okuş yok. Bu adam bu Muzdalipe'ninki yüzü de yatıdı. Anıdikin yetip keçeye çıkıyordu ibadet kılıp, neme kılıp anıdikin et digende aşı tan et şamanamda pişin neme bamdatını okuydu. Bamdatını okup onundikin ok boğandikin gün çıkıp boğana kadar ben o adamdaki yüze gün az çıkıp apbaydan boğana dua kıldım. Dua kılıp anıdikin bu adamın yüze şununla anıdikin Mina tarafı karapçı olmadım. Hem de Muzdalipe de bir urun, töte taraf tağlık. Bu yerde hem yerde işaret var. Bu meydan otursa. Ama onu bu yanındaki hem mesela tutsak Muzdalipe'de tuğan bolumuz. Eğer o hududunu içeri çıkartıp, çıkarın içeri sırtı bir yer turup kalgan olsak, uçağımızda bu Muzdalipe tuğan bolmayımız, vacipli terk etken bolumuz, uçağda bir hatalık ekip çıkan bolumuz. Hem de bu Muzdalipe diyen canındaki içinde Vadi Muhasser dediğin bir yavan. Hazırma belgisi var. Vadi Muhasser yani aşkar bir bayaban diyen bir yavan. O yerde turuşku bulunmaydı. Hazırımda bunu bilimiz mi, bilmeyimiz mi, şundak daha ciddilikçilikten müştahip gettem. Şuna olsun bunu dikkat kaç gerek. Vadi Muhasser diyen bir yavan. Aşağı belgilik var hazırma. Bu yerde turup kalsak çok bulunmaydı. Yani bu adam Muzdalipe'de beni ettiğinde bamda kapkaranlığı okuyayım endi. Okup onu dua kılıp onu diken gün çıkandayken ya ki gün çıkışını aldı gün çıkışını derhal bu adamdaki yüzü nemi mağdu ettiğinde dua kılıp bamdatını okup onu diken Mina karıp mağdıgan gel. Mina karıp mağdan diken gün çıkışındaki aldıdan Mina karıp mağdu. Gün çıkış karıp bamdat ettiğinde okuyan gün çıkışta burun Mina taraf karıp mağdan diken uçan yüzü Mina karıp şu uttu şeytan taşıdığın cemaat akabat bazı işaretlemesi var. Bu ya karıp mağdu. Bu ya karıp mağandayken o adam beripla ağan taş vardı. Şu 70 tane taşniki 7 tane eli. Bu adam birinci olup birinci şeytana yani 7 tane taşçı atımız. Taş tane neme kandayken uçanımızda her bir taşını atqa vaxtida birden Bismillah Ekber deb mana zikr tasbih etip atıdığan gap. Atqandaki bu adamniki yüzü bu birinci şeytana taş etimiz bununla şu küllük şeytana taş atıdığan işimiz tügeydi on. Kalgan ikinci, üçüncüge onu atmayımız, onu ikinci, üçüncü, dördüncüge atımız. Şununla bu şeytana taş attıqman. Tuğandayken şu Muzdalipe keldi. Muzdalipe kelgendayken bu adam uya şeytan taş etip olğandık uya turvamaydı. Şununla şeytan taş atqandaki tügendayken şu telbiye deyimiz gon. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk la şerike lebbeyk, leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete degan gapniki üzünün. İhram bağlığını tatip, benim muş vaksik etip mağımız. Etip her yer gelse yine etidğan zikir tesbih olsun okup eğer imkan olsa, şu şeytanga şu 13 günü birinci katım atkan şeytanlıki üzü çoğun şeytanga şuna bu yerde bu terbiye tügeydi. Onun dikin ne okumayımız onu okumayımız. Şimdi onun dikin bu yerde terbiyeni etip onu toktatkan dikin birinci şeytan taş etip olğan dikin tertip şu an. Birinci katım şeytan taş atımız. Onunla ikinci katım kurbanlık buğuzluk kılını. Kurbanlık eğer o adam yeniğen burunki davrının yüzü şundaq tuğan deyim. Buğuzaygan hayvanın yüzün yaki koy, yaki kala, yaki bomay tögünlük yüzü bile hep mağıt deyim. Eğer imkan bolsa ya pul bilen ayat ipten konuşsa derhal o adamdaki yüzü at şeytan taş etip olğandikin minanınki yalık mezbeh yani şu kurbanlık kılgan bir yava men aşağı çoğun meydan uya kirip uya o adam kurbanlık kılıdın. Kurbanlık kılgandikin onun deyki kurbanlık bolğandikin o adam anıdikin şu minanın içinde ya sırtıda ya çeçil kısqatıdı ya olmaydı o adamdaki yüzü çeçil kısqatmay uçan yüzüden düşürvasın buldu. Lekin o adamdaki çeşini düşürüş en ebzel. Ama kısqatsam oldu. Kısqatqavanız çeçimizin hemmini hiç bomba degende bir santa muştaq kısqat. Ya kısqatıptı dediğin bir şekilni hazırlaş gerek. Şu şekilde kısqatışımız çok gerek. Bunu kılıdı. Şununa bu adamga mene çeçini düşürüp oldu. Düşürüp bolğandan keyin bu adam mene bu halal. Yani ihramdan çıkıdı. İhramdan çıkış ikki. Birisi çoğun ihramdan çıktı deyimiz, yine bir kichik ihramdan deyimiz. Ma'u kichik ihramdan çıkıdı.
Yani kichik ihramdan chiqadi degan ihramniki ichida qilishga bo'lmaydigan birmuncha ishlar bor. Endi qa o ishni qilsangiz bo'ladi. Masalan, o ayoni tutamsiz, ishorat qilamsiz, yo jipti kelgan tikimni kiyimni kiyamsiz, o'chaningiz bo'ladi. Lekin ayollar bilan ayol bo'lib qolgan bo'lsa, ayollar bilan o'chani yaqindoshlik qilishga bo'lmaydi. Texi o halal o yilqi ayolni bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaningizda bu ayol o odam tek halal olmaydi. O halal olmay qachon qiladi? O odam bu ishni qilib bo'lgandan keyin haramga kirib tavob ifozat deydigan bir hajning ikkinchi rukuni bor. Bu rukunni ifozat, ya'ni tavobni qilib bo'lgandan keyin anidan keyin o'chaningizda cho'ng ihromni chiqqan bo'ladi. O odamga nisbatan hamma halol. Men ayol yaqindoshlik qilish, onun başka haramning ichida, ihromning ichida qilish bo'lmaydi degan ishning hammani mana qisaq o'chaning o'zida bu nim bo'ladi, u durust bo'ladi. Endi bu odamning o'zi, bu yilqi chechin tushirib bo'ldi, o'chani ihromdan mana kichik ihromdan chiqqan bo'ldi, ayol halol bo'lmaydigan bo'ldi. Bu odam undan keyin haramga kirdi. Haramga kirib tavob ifozat deydigan, tavob ziyorat deymiz. Tavob ziyorat deydigan bu tavob bor. Bu tavobni qilamiz. Ya'ni Kabe'nin etrafını 7 qata ne qilamiz degan gap. Ya şu kunda eğer imkan bo'lsa, ya bo'lmaydi ertesi ya o 10'dan keyin 2 kun, 13 kun, 11, 12 kun. 3 kunda qaysi bir kuni qisaq cho'p bo'ladi. Qilib bo'lgandan keyin ani cho'ng ihromni chiqib o'chaning o'zidan, ayol olib qolsak o'chaning o'zidan cho'ng ihrom chiqqandan keyin ko'nglimiz tassa jinsiy munosabat qilsak bo'ladi. Mana bu tavob ziyorat mana hajniki ikkinchi rukuni. Birinchi rukuni Arafat, ikkinchi rukuni tavob ziyorat. Endi bir odam shu kunning o'zida qilingan tavobning o'zini yo qilmabdi, yo bo'lmaydi, tavobning o'zi 7 qata bo'ladi dedik. Shu tavobniki o'zini 4ni yo 5ni qilmay 2ni qilib aniq ketgan bo'lsa, o odamniki mana ihromdan chiqmaydi bu odam. Qachoniki o odam to'liq bir shaklda 7 qata tavob qilib bo'lgandan keyin andikin rasmiy %100 ihromdan chiqdi debço bekledi. Endi bu tavob ziyoratniki shakli mundaq bo'ladi. Tavob ziyorat bu odam mana Baytullohni 7 qata tavob qiladi, ya'ni shu kunniki o'zida. Biz hamda tavob qudumniki o'zida ramla qildik, askar shaklda gop mundaq qiladigan rasmiy. Buniki yo'l qo'yilishligi ham sababi bor. Çünkü Mekke'den Müslüman bo'lganlar Medine ketgandan keyin Mekke mushrik qo'pib, o Medine degan musulmonlarni ojiz survatibdi, o ojiz insonlar ko'rdingmi, ani bechoralar degandan keyin shu chog'imizda payg'ambar o gapni anglab, bilib, o musulmonlarni shu vaqtimizda tavob qilgan vaqtimizda o'zining kuchli ekanini bildirish uchun bu harbiy shakldagi bo'lgan bir qo'lni ojizga gop manglagan shaklni ramli deydi. Buni yo'l qo'ygan. Bunu yol koygan buludu. Ama tavab-ı ziyarette bu çoğu yok. Bunu da hem tavab ziyarette ya da gop 3 kata mağda iş olmuyor yok. Bunun deyinken yani tavab gidiyken bir sayvati. Yani sapavdan mermininki ağırlığı say kılgan bu işini kılmaydı. Hem de çünkü o adam tavabı ya da sayniki üzerine başta tavab kudum. Kega vaktin üzerine çok kıp boğan. Kıp boğandaki şuna makatim onu kılmasını çok boludu. Eğer bu adam kega vaktin üzerine tavab kudumunu kılmaptı. Yani kega vaktin üzerine kandak o adam derhal yürüp verip şu mesela Erpatkı çıkıp gitipti. Ya 8. gün uttu düşerek çıkıp kaptı. Bu adamdaki üzerine minağı çıkımen dep. Uçağınızda tavab kudum deydiğen mana naflar yani tahiyya tavobi var. Bu adam onu qilmadi. Qilmagan bo'lsa, o'chaniki o'zida qanday qildi maqatim tavob mana ziyoratdan keyin o'chani say qildi, ramla qildi. Ya'ni 3 qata tavobniki o'zida rasmiy imkon bo'lsa, o'chada ashdoq chaskin mang'an bo'ladi. Ham bu odamniki o'zi mana bu yine say qildi. Chunki tavob qildim-da o adam sapavdan mar'uni say qilmagan bo'ldi. Uçağınızda maqatim mandaq uttu ayak çıkatkedeki tavabı ziyaretindeki akısındaki üzerinde bu adam remne hem say sapavdan mervanındaki ağırlığı yatkatan men işli çok bu yerde kaldı. Şununla bu tavab ziyareti kıldı mı? Bu adamın nispeten çoğun ihramda çıkan buldu. Hem halal yüzün ayalıp kalsa ya ki şu kalsa bu menin buldu halal çok buldu. Şununla hacdaki asas yani faaliyeti olan bir kaç faaliyet bu yerde tüygen buldu. Ben tavab ziyaret bilen.
Endi 2 kun bo'ldi endi. Bu adam derhal o adam yine Mekke'de tutmay kun o'ltirishib bo'lgan orliqda Minaga chiqib ketdi. Minaniki o'zida bu adam yetish vacip bo'ladi. Uçağınızdan kun o'ltirgan kadar o adamning o'zi kun tong atgan kadar Minaga kirvamiz bo'lmaydi. Eğer tong atgandan keyin shu Minaga kirib ketgan bo'lsa o adam chiqqan bo'lsa o adam bir vacibni tark etgan bo'ladi. Bu xato ish bo'lgan bo'ladi. Eğer şu adam mana shu tavafni qilib bo'ldi, tavaf qilib bo'lgandan darhol yana haramda yurib uni qilmay, darhol yana Minaga o adamniki o'zi mana u yerda chiqadi. Chiqatgandan keyin 2 kunniki o'zida, mana 2 kunniki o'zida hamdan peşinden yenip şeytana taş etiş işindeki üzerine, 3 şeytana taş etişindeki üzerine bu yerde şu başlaydı. Böyle başlap birinci katım iki küçük şeytan, orta şeytan, çoğun şeytan deydi. Şu 2. günün üzerinde küçük şeytan atemez, onun orta şeytana 7 kata, küçük 7 kata, çoğun 7 kata, ortaga en çoğunu 7 kata atemez. Şuna 21'ini bu yerde atımız atka vaktimizde her bir taş atkan vaktimizde ondak oynamaz. O şekilde mundak atımız. Mundak. Şu yalıkı o şeytan uyardı yok. Allah Teala bir simbol şekilde ayal şeytan muşundak İbrahim Aleyhisselam'daki oğlu İsmail muşundak vesves kılantı onu unmaymış da galibi kılantı. Men silmu men muşunuğa hatır sözü müştakın şeytanın resmi İbrahim Aleyhisselam'daki İsmail Aleyhisselam'da resmi itikatlık, resmi işençilik, resmi itikat güçlü olsa size galibi kılsılan aş şeytan muşta toskul kılantı deyip şunu esneş çok kılantı. Onda o halde ki bu yer şeytanın üzerine biz aşını esnep durup kolumuzu müştakılıp küçük taşın üzerine yetti tane küçük şeytanğa her birini Bismillahirrahmanirrahim etip birinci şeytanlık bo'lgandan keyin yine u yerda turib olmaymiz. U yerda yana azroq duo qilib, yana qalbi qarab u yerda duo qilamiz. Ikkinchi shaytonga o'tir shaytonga qani yine yat qato etib, yana biz bismillah deb, yine etib unidagi bir duo qilib, yana o'zimiz ehtiyoji nima bor? Unidagi cho'ng shayton kelgandan keyin yana biz yana takbirlar etamiz. Undan keyin anidikin u yerda cho'ng shaytonga tashatgandan keyin etib bo'lgani u yerda turmaymiz. Chunki u yerda tursak, hammadan u yerda yig'ilib, u yerda adam bir yer topuşup ya çatak çıkıyor. Şunun için o yer kılmayla derhal ya Mina tarafka yine kayıtıp çok ketimiz. Hem de bu işteki üzü, bana 2. günü, 3. günü, 2 gün kılışındaki üzü bu neymi o? Vacip. Yani 3. günündeki üzü, 12, mesela 10. 11, 12. günü bu yerde turuşumuz çok gerek. 2 gün turuş vacip. Ama 3. günündeki üzüden turuşun üzü eğer ben her şey taze kamil mükemmel kıvatay desek 3. günlük üzüden turup aşu peşindeyken şeytan taşı ötüp anı içketimiz. Bunu içketimiz. Eğer ben o kılmaytım 2 gün turup hazır şeytan taşı ötüp 3. gün tutmayım desek uçağınızda 2. günlük üzüde aş çoğun şeytan taşı ötüp boğan deyken anın deyken mesela 3. günü değil mesela 1. 2. 3. günlük üzüde uçağınızda çoğun şeytan taşıt boğandıkın yılıkı yine onu deyken gün oturup gidip kalsa Mina'nın içinde uçağınızda 4. gündeki şeytan taşıtmasak olmaydı. Gün oturup geçişin bunu geçiş gerek. Bunu bundan çok karışımız çok gerekkendi. Hem de bu adam şeytan taşıt oldu yani. Her pahalı tüketip yangın Mekke yanı dendi. Mekke yanıgandaki Mekke bilen şu şeytanı taşı Mina'nın ardıqda Ebtah deydiğen bir yaman. Hazır Vadi Muhassar deydi o. Hazır o yer bina serip işte alıp gitti. Bu yerde düşsek nayet yaxşı. Peygambersem işte düşkenler sahabelim hem düşken, Peygambersem düşken dedi. Bazılar Peygambersem kasten düşmegen. Bunda bir ittifaka kıp kalan düşüşü deydi o. Eğer onu biz eğer resmi doğru bir şekilde kılmen, tuluğup geçson Peygambersemle resmi ergişip desek işte düşsek mi umutçu buludu. Yani bu adam Mekke kirdi. Mekke girgendikin o yerde yüz kalğançı kaçalık ketidi o, kalğançı o yerde turdu. Hem kaçalık o adam, bu adam hem de öğünümü kessen boldu deyip iralkan deyken uçağın üzerinde ben tavaplı vida deydiğen bir tavap var. Bunu çok kılış gerek. Tavap vidanı kılmasak olmaydı. Tavap vidanı kılan deyken anı deyken en ahire silinik Peygamber Medisi'den en ahire kıldığı işine siliniki aşı Kabe'den koşu olsun deydi. Şununla en ahırda ki tavaf vidanı yine yetti katan tavaf kılımız. Tavaf kılıp anıdayken onun da hiç kandak yine remli yok, sayımı kuma, sapa bile merun ardından hiç kandak minişi yok. Yani bu tavafın üzerine apaki ilağı, yani Mekke rayonundaki sirtidin kelgen insanlığa nispeten vacip. Ama Mekke'deki yaşavatkan
ikomatlar yoki turayotgan odamlarga bu vojibchi emas. Endi bu keldi, tavakkuf bo'ldi, unidagi zamzamni qish kirib, toz suvni ichib, o'zi toz suv elib, zamzam suvi barakatlik ham shifo, ham uzuq bo'ladi. Buniki foiz nojiq. Endi bu odam o'z ichidiganga, oilasiga ichidiganga, o'ziniki nimasidan qilib qolgan tuqqanlarga hadiya qilishga agar imkon bo'lsa, qanchalik olsa, u yerda zamzam suyuchi evoladi. Mana qoida shu bu. Endi kelgandiki bu odam shu ishni qilmoqchi. Kelgandiki shuning bilan tavob qilib bo'ldi, ashli qilib bo'lgandan keyin oxirida kelib Ka'bani qashib kelib, Ka'baga darvoza keladi. Ya'ni g'arb sharq tarafidagi darvoza keladi. Mana Ka'baninki tapsini u yerda bu odam u yerni so'ydi. Tapsiga igizrak mushtaq keladi endi u yerga eslib turib multazam deydi. Multazam bilan shu Ka'baninki Hajar Asad orada multazam chaplashgan joyda degan gap, ko'ksini chaplab turib qiladigan yer degan gap bo'ladi. Bu yerda o'zi qo'sig'ini Baytulloh chaplaydi. O'ziniki o'ng manziniki o'zini Baytullohga o'ng manzin chaplab mushtaqcha qiladi. Shuna Ka'baninki yupuqlarga esilib ashtaqcha qiladi. Bu odam duoda nati tirishib duo qilib, butun duoni qilib bo'lgandan keyin, chunki bu odam umri bir qator kelgan joy. Anda o'g'aniki nait ulug' joylar ular. Anda o'g'aniki bu odam shu ishni qildi. Shuni bu odam agar imkon bo'lsa yig'lab ko'zini yosh chiqmashda qilish kerak. Bu odam u yer yongan vaqt o'zida men oqcha yenish kerak, masjidga chiqqanga qadar. Endi oqcha yonmay, menda yonsan bo'ladi. Ammo adab axloq yusidan mushtaq qilish kerak. Ammo bunda qilish jazman qilish degandek emas. Agar mushtaq qilib qolsak, biz qanday qilamiz? Bir podshoh menda bir odam qolsa, ashyoki bo'lsa, qo'ng'il kayni yenib o'shunda qilib ketadigan ish bor. Bu Ka'ba degan Allohniki mansub bo'lgan bir uydir. Unda onu Allah bilan xo'shlashishdi deganda bir gap yana u yerda nima emas. Ammo bunda bo'lgandiki biz bu qoidaga asosan adab axloq yusidan bunda qilishimiz yaxshi. Ammo bu yer jazman bunda qilding deganlik emas. Biz bunda qilishimiz nihoyat yaxshi bo'ladi. Endi bu odam mushtaq qildi. Qilgandan keyin bu her shuni bilan tugidi. Her tugidi. Endi bu odam atrofda kelgan odam ekan, o tavab qudumni o'zi qilolmay utdilar. Bu odam masalan oyatda deganimizdek Arpatga ketib ketdi. Arpat qolgan bo'lsa, o'chamiz tavab qudumni ham qilmaydi u odam. Tavab qudumni qilmadani, ya'ni tayya tavabni dedik. O'cha tavab qudum o'chani o'zi qilmaydi. Endi bir odam Arpat deganiki o'zini uqmay, ya uytib ketibdi, ya uxlab ketibdi, ya ho'shdan ketibdi, ya u odam Arpat ekan uqmabdi. Uqmaymışlar yuribdi-da. Bu odam Arpatniki o'zi to'di deganlik bo'ladi. Ya'ni u odamniki o'zi ashad uxlab qolsa ya bilmasam, ya ho'shni kasimi shu Arpatning ishi turibdi ekan. O adamniki o'zini biz nima deymiz ona? Arpat to'di, ya'ni o odamniki ya'ni haj ado topdi deymiz endi. Bu. Endi bu yerda ayol masalasiki o'zida yuqorqi hammasi o'xshash. Lekin ayollarga o'xshamaydigan bir qancha masalalar bor. O qavun ayollar mana ihrom bog'lagan vaqt o'zida yuzini ochdi. Yuzini yeb berishga durust emas. Ma yuzini yeb qolgan vaqt o'zida o ayolning o'zi ihrom bog'lagan vaqt o'zida yuzi mana surqilib qolgan bo'lsa, qon qilish vojib. Bu adam eğer o ayolning o'zi men ayollar adam kömüs olduysa mıdak bir narsa qilib mıdak isvasa uçağınızı buludu. Ama yüzünü yapıp bu yapkan narsaniki o'zi ama yüzüge tegib mıdak turuş bu ayollarga bu nispeten bulmaydigan bir iş oldu. Hem de ayollarning yeri o'xshamaydigan işi. Ayollar meni talbiye etgan vaqt o'zida ovozini ko'tarishga bo'lmaydi. Hem ayollar meni yilqi tavob qudumni qilgan vaqt o'zida olti qator yani ramni qildi ya, yani askeri şekilde gop bunday mağdum. Hem mileyn aksarayniki arlıqda erkişlik özü iştik mağdu, canlıq dedik. Bu ayollar bu iş kişini undaqçı mağmaydı. Hem ayollar ihram çıqqan vaxt özüdən beşini düşütmeydi. Düşütmey fakat çeçini qısqatıdı. Qısqatıp ayollarniki ya 1 santimetre, 2 santimetre etrafıda muşundaq beşinlik çeçiniki uçini muşundaq qısqatıp qoysa şununla bu ayollarniki özü mine ihramdan çıqqan buludu. Yeni birisi ayolniki özü ihram balğan vaqtın özüdən mene jipti tikilgan kiyimni kiysi buludu. Ama erlarniki kişi mene qat'iy durust emas. Endi ayollarniki özü Hajar Aswadni suyish. Adamcıq vaqtın özüdə hem silashniki özü durust olmaydı. Çünkü ayollarniki bədinninki yat bir adamga, yat bir ayolniki bədinni tigib qilish qasdan qat'iy haram.
sahvanmi qat'iy nima emas u durust emas. Endi uqmay tegib qolsa mayli. Endi u yerning o'zida ayol ekanini o'qib turib, aşağıda şundak adamni zich aşındak bir ish to'g'aman, yeni men qilaman deganing o'zi bu ayolga nisbatan harom. O ayolning o'zi o hajra sifatida so'ymisimi, silmisimi bo'ladi, jiroq kelib, mana kishi badin tagmiga yagirib, qo'lni ishorat qilib, bismillohu akbar deb tashlab ketsa-chu bo'ladi. Bu qat'iy durust emas. Bu harom degan harom. Hajra sifatini suyish yoki uni nima qilish sunnat. Sunnatni qilaman deb haromni qilishga qat'iy durust olmaydi. Ikkisining o'rtasini mana qat'iy nima qilish kerak? Farq yo'q qilish kerak. Endi ayolniki o'zi ihrom bo'lgan vaqtning o'zida, masalan, odat ko'rib ketdi. Odat ko'rgan vaqt o'zida o'chan o'zi qanday qildi ayol kishi? Ayol kishiniki o'zi mutlaqo yeni g'usl qilib, men ihromga bog'lab berdi. Ihromni bog'laydi, bog'lab bütün ishni qildi, ammo namoz o'qimaydi. Hajning faoliyatin hammani qildi, men tugab ketgan qadar, tugab masalan berib 5-6 kun saqib uni qildi-ku zodi. Shu vaqtning o'zi, ya'ni masalan hozirgi davrning o'zida, mana ashda qo'ygan bo'lsa, mana shu ihromdan odat ko'rib qolgan vaqtning o'zida bu ayolning o'zi mana g'usl qildi, ihrom bog'lab, hamma ishni qildi, lekin u ayol tavofni qilmaydi. Tavof degan namoz. Baytullohniki o'zi uchun masjid, men bu ishni qilmaydi. Bu ishni qilmay, u odamning, u ayolning o'zi 2 rakat namoz o'qimaydi, ihromdan keyin men tavofni qilmaydi. Tavofni qilmay, u ayolning o'zi mana sayni qiladi. Chunki Safa bilan Marvaniki oralig'idagi joy masjid emas. Yani hozir masjidning ichiga kirib ketsimi, lekin masjid deb hisoblanmaydi. Unda o'g'an ekan, mana bu ayolning o'zi tavof bilan shu nimani, yana shu tavofni qilmaydi, tavofni qilmay boshqa haj ibodat hammani qiladi. Minoga chiqadi, Arfatga chiqadi, Muzdalifaga chiqadi, mana shayton tashadi, hamma ishni qiladi. Lekin tavof ishni cho'q qilolmaydi. Endi agar bu ayolning o'zi mana bu Arfatda ekan, endi bu ayolning o'zi Arfatda turib bo'lgandan keyin hez kirib ketdi. Endi Arfatga turgandan keyin odat kirib ketdi, yo tavof ziyoratni qilib bo'lgandan keyin bu ayol odat kirib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida meni nima qildi ayolning o'zi, u odamning, u ayolning o'zi hech qanday bir narsa yo'q. Endi tavof Arfatda turgandan keyin odat kiribdi va tavof ziyoratdan keyin hayz ko'rgan bo'lsa, men u ayolning o'zi nima qildi? Odat saqaygandan keyin yenib keldi. Yenib kelib qaytadan shu yo'liq ishlarni qildi. Qilib o'chaning o'zida meni tavof ziyorat yoki tavof shu nimani tavof qudumni tavof ziyorat qilib bo'lgandan keyin odat ko'rgan bo'lsa, men tavof ziyoratni qandikin vojib qilib bo'ldi degan gap. Mana o'chaning o'zida men Arfatni turib bo'lgan odat ko'rdi degan gap, haj tugi degan gap. Uni deykin bu ayolning o'zi vatanga ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'zining uyiga odat va odat bo'lgandan keyin o'chanida tavof qilmaydi bu. Ya'ni tavof vida degan tavofni qilmaydi bu. Chunki bu ayolning o'zi tavof vida qildi degan gap haji. Ya'ni bu namoz o'qidi degan gap bo'ladi. Shu Kabening ichiga kirdi degan gap bu bo'lmaydi. Endi shunda bo'lmaydi ayolning o'zi. Mana qanday qildi? Uyga kelib ketaverdi. U ayol nisbatan bu vojib tark etib deb hech qanday bir narsa bu ayolning gardiniga vojib bo'lmaydi. Ya'ni shunda ish qilsimi, ya'ni hajni to'liq shaklda, ahakchiga o'xshash to'liq shaklda qilgancha bo'ladi. Mana bu mana hajniki qilish yo'li va shakli va qoidasi. Mana mushtaq qilsak, mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki aynan yana degan hadisiga o'xshash, mana o'xshash ibodat haj faoliyat qilinglar degan hadisga asosan ham Alloh taolo Qur'oni Karimda haj qilish faoliyati buyurgan o'xshash shu qonunimiz. Mana Alloh taolo hammamizni mushu yuqori deyilgan mushu hajniki faoliyatini mush shaklda qilishga Alloh taolo hammamizni muvaffaq qilsin. Alloh taolo hammamizni taqvo, muttaqi, olim, amin. Mana o'zi bilgan narsaga amal qilgan haqiqiy taqvo, muttaqi, solihlarni qilsin. O'zimizdagi ichidagi hasadxo'rlik, riyokorlik, hasad, chidamaslik deganida kibr va undan boshqa dushmanlik deydigan bundoq bir illatniki o'zini bizniki vujudimizdan ko'tarib o'z o'tirimizga ittifoqlik, inoqlik, birlikni Alloh taolo bizga muvaffaq qilsin va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.